Mana bitta domni ikkita konseynerini tugatdik. Media qo'yildi bu yerga. Buni ishlatib ham qo'ydik. 16-etaj. Yana remontlarni zo'r qilganmiz spalniyaga. Ham devorga bunaqa dekorativ narsalar yopishtirilgan. Ham svetlari hali ishlamasa ekan, shu yerga ishlaydi deyman. Hali bitmagan, endi bitib kelyapti. Biz konseyner ishini tugatgani keldik. Koridorlari ham chiroyli. Lampa, dvoynoy qo'yadik. Shu yerga mana shu lampalar. Yaxshi ekan-a? Katta tushirdik. Bunisi ham ishlab turibmiz. Ko'rmadan anaqa. Sovuq chiqaryapti. Kuxnyasi hali bitmagan, endi bitib kelar xudo xolasa. Ha, mebel ichida qolib ketadigan hali demak. Bu konseyner mana zo'r ishlayapti. Bu ishimiz ham yopildi xudo xolasa. Bo'ldi, ketdik do'stlar.